barcha obunachilarga salom bo'ldi. Sizlar bilan men Suyukskamar obunachilar. Bugun men shaharda bo'lib kelmoqchiman. Jinos ozuncha ovqat olsam, jinosni pul oldim. Mana endi qochib borishim. Jinos mavsamini aytib tashlay. Menga nima kerak abi? Qochay. Nima qilyapsan, jipel? Jinos obunachilar. Jinosni bo'kirmasa bo'lamiz. Sen menga bo'kirasan, tushunayapsanmi? Jinosni. Xohlaganimga bo'kiraman. Bo'kirmang o'zi, tushunayapsanmi? Jinos obunachilar, men shu urug'dan olib ketamiz, ketdi obunachilar. To'xtanglar, bir ikki kartochka olish kerak hali jinosni. Bizga kartochka zarur ekan. Jinos obunachilar, bu urug'da nima qilsin? Qilmay keting. Assalomu alaykum janoblar. Vaalaykum salom. Nasıl 3 turuk bir piteciniz? Albatta izrotalor ha. Bitta talon. Mayli abi. Oldim janoblar bo'ldi ketdim. Obunachilar yaxshi chiqarsiz. Biz shaharga aylanib kelishimiz kerak. Barra. Yo bormayman obunachilar. Yo charcham obunachilar. Ana endi shaharga borib kelamiz obunachilar. Men sizlarga shaharda ko'rsataman. Hali endi qurilibdi ekan obunachilar. Shunga borib kelaylik qani obunachilar. Qishloqdan ancha uzoqqa yaqin. Obunachilar, men shaharga borsam desam, sizlar o'zingizlar bilasizlar, obunachilar. Men bitta yaqinga bunker qurdim. Sizlarga zombi apokalipsi bo'lganini ko'rsatganim yo'q obunachilar. Obunachilar, ana endi ketdik. Juda ham zombilar nimaga o'tiribdi janosan? Ehtimolga qarshi obunachilar. Obunachilar, bu videoda biz shaharga borishimiz kerak. Nimaga desanglar, hozir aytyapmanki, nimaga bironta narsani qayta aytaverganim yo'qdir men o'zimni ham. Jinos obunachilar, bu yer juda ham uzoq joyda. Obunachilar. Biz mana yetib keldik endi. Obunachilar, mana obunachilar. Biz masjiddan shahar qurmoqchimiz endi. Yetillar bilan. Mana obunachilar, biz masjidda hozir shahar qurishimiz shart obunachilar. Obunachilar, bu yerda shahar qanday qurasan desanglar, bir amallaymiz endi obunachilar. O'zimizdan bilmay qoldik nima qilishdi. Bir amallaymiz obunachilar. Jinos obunachilar, masjiddan bitta men do'kon ochmoqchiman. Men bu yerdan yetil qurib ochmoqchi. Keyin boshqalar ham jinos obunachilar. Ametda ham quraveramiz. Yaxshi, admindan so'rab bo'ldik. Obunachilar, shu admin ham yeb qo'ydi odamni. Mabet tashlab olsa ketdi obunachilar. Obunachilar, bugun biz shahardan qaytishimiz oson bo'lmaydi. Bizga o'zimizga kerakli bitta ish qilishimiz kerak. Bo'sta to'g'ri. Bizga bolta kerak. Nima desanglar, o'zingizlar bilasizlar. Jinosni cho'qolamiz, bitta daraxt cho'qib. Jinos obunachilar, bitta o'zingizga kerak. Obunachilar bo'ldi. Ana endi ikkitadan taxta yasab olsak bo'ldi. Mana shu taxtadan verstak bo'ldi obunachilar. Mana shu yerda hozir biz cho'p yasaymiz. Ana endi bizga keraklisi bizga yaxshi tilladan ko'ra taxta yaxshiroq deb o'ylayman. O'zingizlar bilasizlar, taxta ming bor yaxshi. Jinos mana uni cho'p qo'yinglar obunachilar. Cho'pga obunachilar. Jinos obunachilar, bugun juda harorat issiq, shuni bilsanglar. Ikkita yasaylik yaxshisi bo'ldi obunachilar. Biza endi daraxt chopib kelishimiz kerak ekan. Biz bu yerda ish qilmaymiz, janob nega boryapman obunachilar. Juda ham sekin sindiradi obunachilar. Menda Minecraftda. Yo, buni aybi emas, obunachilar. Bizga ana kerak. Ya'ni bu taxtalikda obunachilar, mana shuning uchun sekin sindiradi. Biz quyosh botgunicha qishloqqa borishimiz kerak obunachilar. O'zim bilan instrument olmagan ekanman obunachilar. Nima endi qishloqda yashasam bo'lmaydimi? Deb shaharga ko'chamiz obunachilar. Shundagina men sizlarga ko'rsataman. Bungacha video chiqmay turadi obunachilar. Shungacha bu oxirgi videomiz turadi. Keyin video chiqaram o'ylamanglar. YouTubedan ketdi o'ylamanglar.
Endi biz video ko'ra olmaymiz sizlar. Normal YouTube'dan gitsam boshqa blogerlar yangi chiqadi. Bir bilan bir kun obunachilar hammamiz YouTube'dan ketamiz. Obunachilar hamma sovrinimizda bo'lib YouTube'ga qilganimiz foydasi yo'q. Biram keyin hech nima bermaydi. Obunachilar bo'ldi, mana bu daraxtlarni cho'paman-da ketamiz. Obunachilar bo'ldi. Nima yor topib ishlamay qoldi. Keyin o'zim ertak topsam nima kerak obunachilar ketding qishloqqa. Obunachilar bu qashshoqli qishlog'iga o'xshaydi-da. Jinisi qanaqa qashshoqi. Naqshlog'im ko'rinayapti obunachilar. Yaqinlaydan. Qanaqa keldim qishlog'im. Sen nima qilamiz? Chichor ishni biladi, urush qilishni bilmay. Nima so'g'ildi obunachilar cho'kishgan. Obunachilar bo'ldi. Chenolsin, nima katta bo'lmaydi chenolsin. So'qmasam o'ylamayman kechir. Yo'q. Obunachilar izsiz oramizda senga uramiz aytibsan, tushunayapsanmi? Majburamiz. Meni qo'shnimiz bu zombiga aylandi, mayli obunachilar, men qiziqim yo'q bu bilan. O'lsa o'lib ketaversin. Butiga obunachilar, biz hozir uyga borib uxlashimiz kerak. Aytsanglar bo'ldi, biz shaharda bo'lib keldik endi. Maqsadimizga erishdik. Yetellama keldim. Keldingmi? Shahar qanday joylari? Narsa aytmoqchimsan, kesam bilan guring qilaylik. Obunachilar, bizning qishloqqa Dubayda shahar qurmoqchimiz yerdan. Borib kelingki, hozir o'tkazgan o'sha yerdan. Obunachilar aytayotganda biz rostdan ham o'rganamiz, to'g'rimi? To'xta, menda g'oyib bo'l. Sen uyingda bugun yotib qolaylik uzr. Mayli, kiringlar ketdik. Obunachilar, men uyda yotib qolamiz, kiringlar. Men devonda yotdim. Obunachilar judayam charchoqli kun bo'lyapti shekilli obunachilar. Mashinamga bir tunab qo'yishim kerak. Mashina chichimiz uxlabdimi? O'zirimiz ko'dvorgan obunachilar bo'lib. Kirasizlarmi yo'qmi? Biz kechasi o'tiramiz. Jinus obunachilar. Qo'rib olishimiz kerak, to'xtanglar. Narsa bo'lsam bo'ldi. Obunachilar, bugun bu shaharda ishlarimiz qolmadi-da. Nimaga turibdingiz? Yetil ana, mehmon ketdimi? Uyga ketdi. Ichkari kir, gaplashib o'tiramiz. Chinosiz ko'tarib olib kirish kerak seni. Jimsin kir. Nima bo'ladi? Endi chiqib ketaverayotganda bularchilar. Yetilga shatda gaplashib o'tiramiz. Shatda gaplashib o'tirishga qo'ysam, xonim bilanki gaplashib o'tiramiz-da. Bu shaharda o'tirish qiyin ekan. Men bunday shaharlar g'oya chiqdi-san, uzr ketdik bitobdi. Bilmayman, o'zim ham tushunmayapman-da. Obunachilar, uzr gapirmayman, mana baby zombi nima qilyapti? Men yetilni o'ldirib qo'yishasa qol. Janoblar, men keldim. Bolalar uyga boraver. Nima yetildi yotganman. Jinus obunachilar bo'ldi, yotib o'lamiz bo'ldi. Sablamasi suyuksan bo'ldi. Obunachilar juda charchadi.